Aziz aka, Basus logistika kompaniyasini asosiy maqsadi nima va boshqa logistika kompaniyalardan nima farqi bor? Basus logistika kompaniyasining asosiy maqsadi Markaziy Osiyoda O'zbekiston logistika kompaniyasining eng kattalaridan bo'lish. Logistika kompaniyalar juda ko'p dunyo bo'ylab, lekin xalqaro logistika bo'yicha ishlaydigan O'zbekiston kompaniyasi Markaziy Osiyoda eng kattasi bo'lish Basus logistika kompaniyasining asosiy maqsadi. Qolgan logistika kompaniyalarning nima farqi bor degan savolingizga javobim, qolgan logistika kompaniyalardan farqi mana shu logistika kompaniyaning o'zida ko'p ishlar bitib ketadi tadbirkorda. Misol uchun, Germaniyadan yuki bo'lsa, Germaniyadan olib kelib beramiz, Koreyadan yuki bo'lsa, Koreyadan olib kelib beramiz. Hamma davlatdan olib kelib berishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda bizda bor davlatlar Yevropa davlatlaridan aviada yaxshi narxlar berib turibmiz. Koreyadan sborniy konteyner, selli konteyner, avia. Koreyadan nima ishlar bo'lsa, to'liq bajarib beramiz. Xitoydan sborniy fura, avia, shunga o'xshash yuklaringiz bo'lsa, olib kelib beramiz. Yaponiya, Hindiston va boshqa davlatlardan. Agar sizga ham hamma ishingiz bitta logistika kompaniyada bitishini xohlasangiz, Basus logistika kompaniyasiga murojaat qiling.